Endi misol uchun biz zip faylni bizlarga WinRAR'da achish kerak edi-ku. Bu menga Chrome'da ochib berajak. Buni o'zgartirishim kerak. Buni esa o'zgartiraman. Biz yana svoystvosini ko'raylik-ku. Alt enter bosmam chiqadi. Endi bosamandan svoystva giraman. Ebedina qarasagina приложение Google Chrome'da turibdi. Shu narsani zip degan narsani menga Google Chrome'da ochib berajak. Menga bunda emas. Boshqa dasturda ochib bersin. Ibanda izmenita bosdim. Ibanda Telegramda ochib bering deb turibdi bir variantini. Keyin WinRAR'da menga WinRAR kerak. Uni bosdim yana. Siz o'zgartirib bermanglar lekin. Siz o'zgartirib turavering. Maftun nimada o? WinRAR. Shuni bosdim, WinRAR tanladim, OK'ni bosdim. Yana bu o'zgardi. Hammasi o'zgarib ketdi ana. Zipda turgan faylları hammasini endi WinRAR'da ochib beradi. Endi yana primitive bosib qo'yaman, keyin OK'ni bosaman. Endi qarang, endi bu Word'da yo'q. PDF'da turibdi-ku meni ustidan bosib yana mana yana boshqa nima ochib bilaman ekan ko'ramiz. PDF uchun programma bor ekan kompyuterda, bu kompyuterda bor programmalarni chiqardi. Keyin Telegramda ochib bilaman ekan buni, Word'da Yandex ochib bilaman ekan. Buni hozir yana ustidan bosib ko'rsam Microsoft Edge ochadi ekan. Yana bu Microsoft Edge bu. Shuni brauzeri, o'tib litsenziya. O'rganish rasmiyasi-ku, bir litsenziyasi-ku. Rastlokda yo'qmadi o'zi. O'zi ahamiyat emas-ku. Endi qaranglar, buni hozir o'zgartirib ko'raman. Mana Google Chrome'da ochib bersin qani ko'ramiz. Endi nechta bo'ldi bu? Neda PDF fayl bo'lsa, masalan Google Chrome'da ochib beradi. Buni ustiga bosib 2 marta bossam yana Google Chrome'ga kirdi-ku. Ko'rdingizmi? Bu ne bu? Oliy ta'limni shu studentlar o'qitib bilish uchun kerak bo'lgan litsenziyasi. Bu yerda yo'nalishlar ham bo'lishi kerak. Bu yerda yana buxgalteriya, iqtisodiyot, marketing shunday narsa bor. Biz buni PDF ochadan programmamiz bor o'zi. Xalosa Google Chrome'da qo'ysak ham bo'ladi, yana PDF'dan o'zi ochib beradi bular. PDF reader. Buni tanlab qo'ysak ham bo'ladi, primitiv. Ustiga bosib kirsam endi yana PDF ochadan programmada girdi. Shu o'rinda o'zgartiramiz. Agar biz o'zgarib qolgan bo'lsa-da, aslida o'zgarib qolgan ekan. Google Chrome bo'lyapti ekan. WinRAR o'zgartirib qo'ydingizmi?